Assalomu alaykum, hurmatli Shifo Asal kanalining muxlislari, obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Har safargidek sizlarni ko'rib turganimizdan nihoyat xursandman. Oldingi videolarimizga bildirgan fikr mulohazalaringizni, qo'llab-quvvatlaganlaringizni, ayrim hollarda qo'shimcha o'zlarining fikrlaringizni, tajribalaringizni bildirganlaringizni, ayrim kamchiliklaringizni ochiqchasiga do'stona ko'rsatganliklaringiz uchun hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Oldingi ko'rsatuvlarimizda aytganimizdek, bizda asosiy maqsadimiz asalchilikni rivojlantirishda ekologik tozalikka e'tibor berish. Shunday asallarni parvarishlashni yo'lga qo'yaylikki, unda biz tabiatga ham ziyon yetkazmaylik. Olgan mahsulotimiz ham toza bo'lsin, undan foydalanadiganlarga faqat nafi tegsin, foydasi tegsin. Shu maqsadda biz harakat qilyapmiz. Odatiy kimyoviy usullardan emas, balki an'anaviy uzoq yillar davomida xalqimiz asalarichilikda foydalanib kelgan, asallarning kasalliklariga, zararkunandalarga qarshi kurashda foydalanib kelgan turli xildagi vositalar, turli xildagi usullar bilan sizlar bilan o'z fikrimizni, tajribamizni o'rtoqlashmoqchimiz. Ana shunlardan bittasi mana asalchilikning asosi hamma sohasi bo'yicha keltiradigan asalariga, arini o'ziga zarar yetkazadigan hammamizga ma'lumki varroa kanasi. Ana shu varroa kanasi asalni zaiflashtirishiga, arini zaiflashishiga, kasallanishiga, oxir-oqibatda nobud bo'lishiga olib keladi. Ana shularga oldin xalqimiz qaysi vositalar bilan qarshi kurashgan. Bundan tashqari asallarini faqatgina varroa kasalligi emas, ularga zarar yetkazadigan turli xildagi viruslar, bakteriyalar, boshqa biz bilmagan kasalliklar ham mavjudki, ana shu kasalliklarga oldindan xalqimiz turli vositalar bilan, giyohlar bilan, o'simliklar bilan, ayrim kelganda sabzavot vositalari bilan ham qarshi kurashgan. Ana shu sohadagi asosiy narsalardan biri bu o'zimizga yaxshi ma'lum bo'lgan sarimsoq piyozdir yoki chesnok deb aytishadi. Ana shu hammaga ma'lumki, uning o'tkir hidi bilan birgalikda asal o'ziga foydasi tegsa, ikkinchidan uni tarkibidagi turli xildagi moddalari nafaqat asalari, boshqa hamma sohadagi viruslarga, bakteriyalarga qarshi kurashishda, infeksion kasalliklarni ta'sirini pasaytirishga katta yordam beradi. Shu bilan men aytmoqchimanki, biz faqatgina shu nimalarni xalqimizni an'anaviy asallarning kasalliklariga, zararkunlarga qarshi kurashda anaviy emas, boshqa kimyoviy usullardan ham foydalanamiz, lekin bizning maqsadimiz o'sha kimyoviy usullarni, nima bo'lganda ham u zahar hammaga ma'lum, u asallarida, asalning mahsuloti bo'lgan asalni o'zida ham o'zini qoldirishi mumkin, ta'sirini qoldirishi mumkin. Ana shularga qarshi bitta narsaki, uzoq yillar davomida hammaga ma'lumki, asallarni rivojlantirish, asallarga qarshi kasalliklarga qarshi kurashish borasida ilg'or tajribaning bittasi bu Germaniya davlati. Ana shu nemislarning asallarchilari, ularda yo'lga qo'yilgan asallarchi bo'yicha ilmiy tekshirish institutlari, turli xildagi xususiy korxonalar, boshqalar hammasi birlashib shunday nimalarni yaratdilarki, go'yoki ularni yaratgan dori-darmon vositalari, kimyoviy asosda yaratilgan dori-darmon vositalari asallarini kasalliklariga, jumladan varroa kanasiga qarshi kurashda xuddi bir revolyutsiya qilgandek ko'rinyapti. Lekin amalda hozirgi paytda jahondagi o'sha asallar bo'yicha nazorat olib boradigan komissiyasi, o'sha nemislarning o'zi ham e'tibor berishicha, har 100 ming xuddi asallariga yoki boshqacha qilib aytganda har bir boshqa davlatlarga nisbatan solishtirganda hozirgi paytda Germaniyadagi asallarlar hammadan ko'p varroa kanasiga, hammadan ko'p boshqa kasalliklarga hali ko'proq chalingan. Ana shu kasalliklarga chalinish bo'yicha hozircha Germaniya shuncha dori-darmon, shuncha kimyoviy vositalar bo'yicha birinchi o'rinda turibdi deb e'tirof etishyapti. Buni asosiy sabablaridan nima deganda, ular faqat kimyoga e'tibor berib, qadimgi xalqimiz qo'llab kelgan kasalliklarga, hali varroa kanasiga qarshi kurashda xalqimizning an'anaviy kurash vositalaridan voz kechganlar degan bitta fikr bor. Shuning uchun ham men bugun sizlarga shu kimyoviy usullarni varroa kanasiga, kasalliklarga, askoperozga, hammasiga qarshi
tanasiga turli xildagi raskolot kasallarga qarshi kurashishda shu ximiyaviy usul bilan birgalikda o'zimizning xalqimiz keng foydalanib kelgan, yaxshi natija ko'rsatgan shu usullardan foydalanaylik deb. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, men o'zimizning tajribalarimiz, eski asarlarchilar, hali ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan tajribali asarlarchilarning fikrlarini, mulohazalarini, ularning be'oligidan foydalanib, shu sohada chiqqan ilmiy adabiyotdan foydalanib, o'zimizni ota-bobolarimizdan qolgan asarlarini saqlash, ko'paytirish borasidagi tajribalardan ekologik toza sifatida foydalanadigan ba'zi mahsulotlarni sizlarga o'z tajribam asosida ko'rsatib o'tmoqchiman. Ana shularga e'tibor berib qarasangiz, basharti agar foydalansangiz, natijasi bo'lsa, albatta oldingi fikrlarimizni aytganingizda biz xursand bo'lardik. Mana shu bizning tajribalarimiz oxirgi emas, bu meni kashfiyotim emas, boshqa butun asarlarchilar avlodini hammasini ilg'or asarchilarning tajribasi ekanligini men e'tirof etaman. Ana shu bilan birgalikda men bilganimcha o'zlaringizni mana shu biz qo'llab yaxshi natijaga erishganligimiz munosabati bilan sababli mana shuni qanday tayyorlanadi, qanaqa foydalanadi o'z tajribamni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Mana birinchidan eng eski hali kasalliklarga qarshi kurashdagi asosiy vositalardan biri, zararkunandaga qarshi kurashadigan asosiy vositalardan biri bu xalqimizda ma'lum bo'lgan chesnok, ya'ni sarimsoq piyoz. Ana shu sarimsoq piyozni 5 litr hali sirop orqali beramiz. Mana shu siropga qancha quyiladi? Mana asalni nimani chesnokni tanlashda uni toza bo'lishiga e'tibor beringlar. Agar iloji bo'lsa, bu biz nima qilgan o'zimizda topilmadi, bu Xitoyning nimasi? Sarimsoq piyozni agar iloji bo'lsa o'zimizda an'anaviy sarimsoqimiz bo'lganda yana yaxshi bo'lardi. Mana 5 litrlik chesnokli sarimsoqli sirop tayyorlash uchun 35-40 gram atrofida chesnok saqlashimiz kerak. Ana shu ajratishimiz, saqlashimiz kerak. Mana hozir nimada ko'rinib turibdi, 41 gram atrofida chesnok chiqyapti. Buni chesnokni ezaydigan apparatda yoki mana blenderda ham maydalab qo'yish mumkin. Mana hozirgi paytda biz blender orqali buni maydalaymiz. Biz mana shuni chesnokni maydalash uchun blenderdan foydalanamiz. Maydalangan chesnokimizni, sarimsoq piyozni vodoprovod suvi, sovuq suv, e'tibor beringlar, sovuq suv, issiq suv emas. Nima deganda, mana shu issiq suvda chesnokga foydali ta'sir qiladigan moddalar yo'qolib qolishi mumkin. Shuning uchun oddiy sovuq suvga solamiz. Tayyorlab qo'ygan chesnokimiz 1 sutka davomida xolodilnikda saqlanishi kerak. O'shandan keyin o'zimiz ta'mini, ta'sir etuvchi moddalarni hammasini suvga o'tkazadi. Ana shunga yana aytib ketganimizdek, bu sovuq suvga solingan, sovuq suv yana xolodilnikda saqlangan. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu oldin tayyorlab qo'yilgan shakar siropiga chesnokni qo'yamiz. Buni mutanosibati har 1 kilogramm shakarga 1 litrdan suv atrofida tayyorlangan. Uni sovigandan keyin sovuq holatdagi siropga chesnokni nimasini suvini qo'yamiz. Nimadan o'tkazish kerak? Uning chesnok nimalari qolib ketadi. Hurmatli o'rtoqlar, bu hali aytib o'tganimizdek ham ozuqa bo'ladi, ham davolovchi vosita bo'ladi. Qo'shimcha ham ozuqa, ham davolovchi vosita. Shuning uchun mana shunga e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi. Mana shuni asalari uyalariga oldindan tayyorlab qo'ygan karmushkalarga qo'yamiz. Karmushkalarni biz yaxshilab tozaladik, dezinfeksiya qildik. Mana shuni hozir qo'ysak, hali arilar shundan iste'mol qilishi bilan ham ozuqa bo'ladi, ham davolovchi vosita bo'ladi. Har xil oldin aytib o'tilgandek har xil yuqumli kasalliklarni, viruslarni, bakteriyalarni o'ldirishga, eng muhimi nazimattoz va askabiroz kasallariga qarshi kurashuvchi bitta vositalardan biri bo'ladi. Shuning uchun bunga e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Mana hozir mana shu tayyorlagan siropimizni idish orqali quysak sal yaxshi bo'lardi. Mana siropni o'sha karmushkaga qo'yamiz. Ana shu usulda barcha asalari uylariga o'sha eski hali
karmoshkalarga quyib chiqamiz, shunda o'sha nimalar ayrilar juda yaxshi foydalanishadi. Hurmatli asarlarchilar, kanalimiz mehmonlari va o'g'inchilari, mana sizlarga bitta ham oziqa bo'ladigan, ham davo bo'ladigan vositalardan bittani sizlarga ko'rsatdik. Maqsad shundan iboratki, asarlarni yozgi ertalabki bahorda yaxshi start olishiga, tez rivojlanishiga hissa qo'shadigan vositalardan bittasi bu. Yana takror aytaman, bu qadimdan foydalanib kelgan vosita. Buni eski tajribali mutaxassislar, asarlar keng qo'llanadi. Agar basharti yangilar bo'lsa, endi boshlovchilar bo'lsa, ular ham shundan foydalansa yaxshi bo'ladi degan niyatdaman. Agar basharti kanalimiz ko'rsatuvimizda, roligimizda biron bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, yoki sizlarda bir qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda izohlar qoldirishni so'rayman. Yana bir marotaba kanalimizga yozishingizni, fikringizni, kommentariyalarda berishingizni iltimos qilib so'rab qo'yaman. Kelajakda nimada 2-chi, 3-chi, 4-chi hali ana shunga o'xshagan ekologik toza asarlarni davolovchi, ham foyda beruvchi, natijasi tez ko'rinadigan vositalarni xalqimiz qo'llaganini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.